alaykum, hurmatli bankning mijozlari. Bugungi uchrashuvni boshlaymiz. Uchrashuvimizga birinchi ariza kelib tushgan Jomboy Temir Plaza MChJ tomonidan valutli kredit olish bo'yicha tezkor kredit liniyasidan olmoqchi. Jomboy Temir Plaza MChJ rahbarisi bo'lasiz. Kredit shartlarini tushuntirib o'taman. Tezkor kredit AQSh dollarida 12%dan, yevroda olsa 11%dan 3 yillik muddatga 6 oy miqdorlari bilan beriladi. Kredit valutli kredit bo'lgani bilan to'lovda misol valyutida qaytariladi, ajratilishida valyutli bo'lib keyin konvertatsiya qilib sohakamizga tushirib beriladi. O'shandan savdo faoliyatini rivojlantirish uchun ishlatiladi. Garov evaziga ajratiladi kredit. Garovda kichik biznes bo'limi xodimlari garov hujjatlarini berasiz. Ular belgilangan tartibda Android guruhiga tashlaydi. Yoqdan ijodiy qaror olgandan keyin sizni kredit ajratish bo'yicha bizlar o'zimiz e'lon qilamiz. Kredit shartnomasini imzolaymiz. Agar uchrashuvning boshqa savol javob bo'lmasa, bugun uchrashuvni yakunlaymiz. Hammalarga katta rahmat.